narsani tushunmayapman. Hamma yana sizlar tanlagan doktoringlar qayerga borsanglar aqlinglar yetib onkoginekologga boryapsizlar-da. Masalan, ko'p bemorlarning aqli yetmaydi bu narsaga-da. Nimaga doktorlardan shubhalanasizlar? Yo'q, bu yerda onkologiya qidirmanglar, vaqtni ham o'tkazmanglar. Образование hajmi katta, bu yerda kichkina bo'lib qolgani sabab men yarmini oldim gistologiyaga. Yarmi yon tarafdan ketdi, orqa devoridan o'sha o'sgan joyidan ketdi, ustidan ham olganman kesin. Har bitta to'qimasini soldim gistologiyaga. Vdrug o'sha ipimni onkologiyaga ketayotgan joyi ko'rinmay qolsa-chi degan ma'noda-da. 3 ta joy gistologiya qildi. Kamida men bilganim sizlarni 3 ta doktor ko'rdi men bilan. Yana sizlarning o'zingizlar bilganinglar qancha? Vaqtni o'tkazmanglar, operatsiya kunini belgilaylik, olib tashlaylar bo'ldi. Undan bunga o'tib yuraversanglar, baribir yechimi xirurgicheskiy. Ha. Matkani olib tashlashni aytdi. Xo'p. Tushundim, lekin birinchi kuni ham aytganman, onkologiya yo'q, hozir ham onkologiya yo'q. Endi qarang, mana bunaqa narsa. Hozir masalan, mana ertalabdan buyon biz bu amaliyotni kuniga 4 ta 5 ta o'tkazamiz, kuniga-da. Olib beraman. Lekin mana bunaqa narsa, men bu tepasida gastroskopiya ham qilish kerak. Tepasida ham polip bor. Buni men hozir qilib bersam bu qoladi. Tushundingizmi? Endi oson yo'li nima? Lutchi hammasini olib tashlasa, oson yo'li bo'ladi. Ana undan keyin ham tinchiyman deb o'ylamanglar. O'sha bitta tuxumdan ketadimi? Organizm